Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Akalar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaoyoqlarda olib boryapmiz. Akalar, hafta kuniga juma kuningiz va xayrli barakatli bo'lsin. Videolarimizni boshladik. 27-fevral. Inshaalloh ertaga qishda oxirgi kuni. Hurmatli obunachilar, bugungi xudo xolasa o'zimni qo'ramda yaxshi qo'ylar kelgan. Xudo xolasa zo'rlaridan so'raganlarga, yaxshilardan boqaman deganlarga mana bunaqa shalpon quloqlaridan kelgan. Xudo xolasa yegichi, sog'ligi va shulardan kelgan. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, mana stoykalarni ko'rishlari mumkin. Zo'ridan boqaman deganlarga mana. Xo'sh, hurmatli obunachilar, partiya ko'p cho'zmaymiz. Buni yosh oyligi 9-10 oylik qo'chqorcha, xudo xolasa. Toza stakan tuyoq, mana stakan tuyoq, hurmatli obunachilar, mana tuyoqlarni ko'rishlari mumkin. Toza stakan tuyoq, mana to'shlari ham hali yem yemagan holatda, hurmatli aka-ukalar. Mana ko'rinib toza oq yuzdan boqaman deganlar, mana hurmatli obunachilar. Boqsangiz zo'ridan boqing. Xudo xolasa qulog'i 20 pilos, shirinasi 9,5. Mana hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga, xudo xolasa. Mana bo'yiga keladigan bo'lsak, bo'yi 85 pilosga olaverasizlar, xudo xolasa. Uzunasi ham 85 pilos. Mana dumba razrezlar, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa osilib ketadi dumbadan emas, har yemagan, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga mana mashg'ulot tavsiya qilamiz. Mana aka-ukalar. Yaqindan ko'rsatay. Ishqibozlariga mana. Xudo xolasa to'shlari o'ta chiqqan, o'ta kelgan qo'ziqo'chlarimiz. Zo'ridan boqaman deganlar mana. Yaqindan ham ko'rsatyapman, hurmatli obunachilar, mana tuyoqlari, xudo toza stagan tuyoq, shalpon quloqlarim xudo o'ta kelgan. Quloq 20 pilos. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasiz. Buni oldi osh nimasi yo'q, hurmatli obunachilar. $1200 bo'lsa dastavkasi Toshkentga ketadi. Bo'ladigan narxi $1200 dastavka beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga ham bir jup. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Xudo xolasa zo'ridan boqaman deganlarga mana lekin xudo xolasa bo'y-bastlari, badallari yaxshi ikkalasi mana. Urg'ochi bunisi. Hurmatli obunachilar, bunisi qo'chqor. Xudo xolasa qo'chqorimiz hali yem yeb naq ko'rmagan, hurmatli obunachilar. Ikkalasi ham mana idealidan boqaman deganlarga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Xohlangan go'sht yo'nalishiga, xohlangan zot yo'nalishiga. Bo'yini qo'yib chiqani. Mana aka-ukalar, ashida mana bo'yi shu chiqqaniga olasizlar. Sog'liqqa qo'yingchi. Mana yerdan hurmatli obunachilar. Mana chiqqan olaverasiz, xudo xolasa. Xo'sh, hurmatli obunachilar, biz videoni ko'p cho'zmaymiz. Bunisi 8 oylik, bunisi 7 oylik, hurmatli obunachilar. Lekin ikkalasi xudo xolasa kelgan. Yaxshi ikkalasi xudo xolasa. Zo'ridan boqaman deganlar mana mana shuni tavsiya qilamiz. Mana hurmatli obunachilar. Ikkalasining yuzlari tiniq, xudo xolasa yaxshisidan. Yeb ish sog'ligida hech qanaqa muammo yo'q. Bir hafta kafolatini beriladi. Bo'shlik sindirib qo'yilmasa bo'ladi. Xo'sh, narxi keladigan bo'lsak, narxi 13.500.000 so'mga dastavkasi Toshkentga yetkazib beriladi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Mana qanday olib boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Hurmatli aka-ukalar, mana 3-partiyaga ham bir jup. Biri qo'chqor, biri urg'ochi. Hurmatli obunachilar, mana ikkalasi o'ta chars, o'ta yo'g'oy. Mana ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa dumba razrez, xudo xolasa do'konlar. Mana ayniqsa urg'ochida mana. Mana qo'chqorning xudo xolasa dumbalarim kelishgan, yaxshi. Xudo xolasa mana ko'rishlari mumkin. Mana. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bularda yosh oyliklari sog'liqga 6-7 oylik, qo'chqordek ham shunaqa.
Ba'da bo'lishi mumkin ozmas. Lekin bo'ylari keladigan bo'lsa, sovliqni bo'yi 75 ga olasizda, qo'chqorni bo'yini xudo xohlasa 80 ga olaverasiz. Behijolat. Hali yemaga xudo xohlasa, xohlasalar go'shtlarimiz, xohlasalar zot yo'nalishda. Xudo xohlasa olgan odamimizga ham qiladigan qo'ylar emas. Ikkalasi ham oq yuz, xudo xohlasa tinig'idan, qo'chqori qulog'i ham butun. Yaxshisidan boqaman deganlarga mana mashg'ulot tavsiya qilamiz. Xo'sh, bular haqida to'liq ma'lumotni berdi deb o'ylaymiz, hurmatli obunachilar. Xo'sh, bular bo'ladigan narxi 13.500 ming so'm, bular ham Toshkentda dastavkasiga ketaveradi. Mana. Ikkalasi ham oq yuz, xudo xolasa, yaxshi ikkalasi xudo xolasa. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasiz, xudo xolasa. Telefon qilgan odam ish bitadi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana oxirgi so'nggi partiyamizga xudo xolasa, mana toza qoldi, urg'ochi, hammasi urg'ochi, hurmatli aka-ukalar, mana. Qo'ydi. Tozalardan boqaman deganlarga mana 6 dona, mana ko'rishlaringiz mumkin. Tumushni ko'ring, tumsoq. To'ta. Mana. Garbonos xudo xolasa kelgan, mononda, narginda, mana. O'ta kuchli. Hammasi xudo xolasa zo'r, bir qo'ra, bir en, xudo xolasa bir kishini qo'y, hurmatli obunachilar. Zo'ridan boqaman deganlarga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Mana. Hurmatli obunachilar. Ishqibozlariga xudo xolasa qo'ylar beramiz. Yaxshi qo'chqorim bor deganlarga xudo xolasa zo'ridan kerak deganlar mana bu boshlar xudo xolasa olib qo'shin, xudo xolasa bolasini olgan. Udor bola, xudo xolasa udor bola beradi inshaalloh. Mana uzoratini olib ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Bular yosh oyligi 8-10 oylik, xudo xolasa. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 80 plus, mana shu qorasiniki 85. Mana garbonosdan ko'ringlar. Hurmatli obunachilar. Garbonos ham o'ta kelgan. Toza qo'y, o'ta toza kashtan sifatli qo'y. O'ta kelgan, vallahi qarang, ancha kelgan bu qo'y. Mana. Hurmatli obunachilar. Xo'sh, son 6 dona hurmatli obunachilar. Xudo xolasa qo'chqorni yurmagani bizga qorong'i. Endi buni bir narsaga aniq garantiya beramiz. Mana. Mana. Hammasi xudo xolasa garbonosi yaxshi tikkadimda. Xudo xolasa yebish sog'ligidan muammo yo'q. Xo'sh, hurmatli obunachilar, narxi keladigan bo'lsa, narxi taqilgan narxi 8.600.000 so'mdan dastavkasi Toshkentga ketaveradi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasiz, xudo xolasa telefonga olamiz bitadi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bugungi xudo xolasa so'nggi partiyamiz shular edi. Kamchilar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.